Bugün sizlar bilan Shomurodov bilan o'yin qilamiz. Videoni boshlashdan oldin like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Kanalda videoni boshlab yursam mana o'yinni boshlab berdi Shomurodov. Vinicius tomonidan hujumga o'tib ketdi. Kerak akkauntim bo'tib uchun bu o'yinda aniq yengilaman. Bir o'ynab ko'rdim. Birga bir chiqib ketdim. Yurganlik. Birga bir chiqdim jiyanlar. Ursam voy bile. Ya, darvoza o'sini deb chiqib ketdi hozir bilet. Son o'yinga chiqib qo'ydi. Sizga obuna bo'lib like bosiblar, balki bo'lishimiz kerak. 93 level akkaunt boshchi, yirgan akkaunt ekan jigarlar. Teo Hernandesda qaytaramizmi? Yo'q, qaytara olmadim. Teo Hernandes ekan 12-daqiqada gol urib ketishi mumkin. Ura olmadi, yaxshi. Yana bir marta birga bir jigarlar. Endi nima qilamiz yana? Yaxshi zarba. Darvozaga qaytarib qoldi. Nima qilyapti darvozaboni? Jigarlar. Internet chiqotyapti-da. Zarba yo'ma-yo'q. Nima qilyapti darvozabon, ha? Mana internet qo'tyapti jigarlar picha. Voy bilet. Nima qilyapti? O'tib chiqarib yubordi to'pni. Internetni yaxshi shotyapti-da. Vinicius urib keta olmadi, yaxshi qaytardik. Hammasi darvozabon bitta Rafael'si bor akkaunt jigarlar. Birga bir chiqib ketdi Vinicius. Viniciusni qaytararmizmi? Yaxshi. Smashlar keldi bu yoqqa. Voy bilet. Voy, darvoza to'singa tegib qoldi. Bularga zarbasi Shomurodovga. Yaxshi. Pas ber. Voy bilet. Internet qo'tyapti, pas asta beryapti jigarlar. Keyin pas beryapti. Penalti, voy mazga. Penalti bo'ldi. Endi Borushianing sariq qoldi. Urib ketishi ehtimoli katta jigarlar. Zarba va gol. Holand urib ketmoqda. Hech qisi yo'q. Hali o'yin tugagani yo'q. Hujumlar qilamiz. Eng kechga harakat qilamiz jigarlar. Yo'q, Holand yana to'pni olib qo'ydi jigarlar. Yo'q, joydan gol urib ketishi mumkin. Va shunday bo'lyapti. Hech qisi yo'q. Motivatsiyani tushirmaymiz. Rafael baribir olib qo'ydi Valverde to'pni. Nima qilib tashladi Valverde? Aldab tashladi Viniciusga pas. Vinicius sal qoldi gol bo'lishiga. Yaxshi, yana pasim yab ololmaydi bir to'pni bular. Dirilar qiyshiq zarba Kantedan. Kante 93-midi. Internet qo'tyapti, vobshe qo'tyapti jigarlar. Keyin futbolchilar keyin harakatlanyapti internet qotganidan. Obuna bo'lib like bosiblar jigarlar, birga bo'ling. Ikkinchi taym boshlaymiz. Tarkibni almashtiramiz. Anton Griezmannda ham qo'yib qo'ydik. Himoyaga ilojim yo'q jigarlar. Nima qilay? Himoyasi kuchli. Himoyam juda kuchsizlanib qolyapti-da. Sizlar obuna bilan like bosib tursangiz, balki ular jigarlar hujum qilib ketdi. 50-daqiqa. Rafael'dan ketdik. Yaxshi. U aldadi, bari oldi qo'ydi desam. Yo'q. Burchak to'pi jigarlar. Yaxshi. Voy bilan internet qo'tyapti. Bilat. Buni g'ayrilar qanaq qo'tyapti. Muhammad Salah to'p qo'ygan. Bilat, dahshat qo'tyapti internet. Rafael to'pni oldi. Yana internet qo'tyapti. Yaxshi. Internet bir şey qo'tyapti internet. Vinicius. Yana hujum chiqib ketgan, internet qo'tyapti. Internet qo'tyapti. Zarba rikoshet.
Yaxshi. Ovut olamiz yana. Yerlar internet silab juda qo'tyapti. Mana sonni ham himoya o'tkazmasak bo'lmaydi-yu. Hemen 4-5-1 ga qo'yamiz. Rafael hujumga. Sonni himoyaga qo'yamiz. Anton Griezmann joyiga. O'yinni boshlasak bo'ladi. Ay billah, nima qilaman ekan? Sal qolyapti. Himoya sal kuchaygandek bo'ldi. Yaxshi Anton Griezmann to'pni bermadi Holandga. Yaxshi Holand to'pni olmoqda. Pas bermoqda. Messi hali ham zarba bera olmay qoldi Messi. Pas o'tmay qoldi Rafaelga. Yaxshi. Rafaeldan offside. Yaxshi jigarlar, karotga yenglarkanman. Akon sal kuchaytirib yana revanch o'yini olaman jigarlar. Sal akon himoyachilar yiqqanidan keyin revanchni olishga harakat qilaman jigarlar. O'yin tugagan videoni tugatsak ham bo'ladi. Keyingi o'yinlarni ko'rish uchun albatta obuna bo'lib qo'yinglar jigarlar. Albatta revanch hali bo'ladi. Yaxshi ketdik. To'xtatib qoldi baribir. Jigarlar, ko'ringlar. Qazdan o'yin tugadi.